ayol bo'ladi. Adasi, hozir sizga tushuntirib beraman. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ke, Buni oyim berib yubordilar. oyingga rahmat deb qo'y. Kerak emas. Yo'q, oling. Shuni olsam bo'ldimi? Bu ham sizga. To'xta, qanaqa qog'oz bu? Amaki-jon, sizga hammasi uchun rahmat. Ukam endi kasal bo'lib qolmayapti. Chunki uni tagligi bor. O'tgan safar olib yegan o'yinchoqlaringizni maza qilib o'ynayapmiz. Ro'zg'orimiz ham to'la. Alloh sizdan rozi bo'lsin. Endi har kuni sizni duo qilaman. Sizga hammasi uchun rahmat. Adasi, kechiring. Bechora beva ayol farzandlari bilan bitta o'zi qolib ketgani uchun chidab tura olmadim. Shunga uyga nima olib kelsangiz yarmini olib chiqib berib Aybim faqat sizga aytmagan. Boya erni kambag'al qiladigan ham ayol devdim, ha?